kuydurup koysanızlar, tarixtin uylarında bunday sonun variant bo'ladi da. Ko'rinishidagi qo'l yaxshi bo'ladi. Betondan quyilgan, zinq etib quyilgan tuğanlar, любой formani qo'ya berasiz da. Любой formani qo'yamiz. Sizlarni jasagan ishingizni biltirida tartib tushirdik. Xudo xolisa Liboyni qo'yamiz. Shu ishlar jasadim, ayağı yaxshi chiqdi. Qo'ldan ayağı son ishlar keladi ekan. Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, salomatsizlarmi? Yemi Qirg'izistonda bizdin qurilishdi, bizdin uydi, mana shunday Rim turkugi to'liqtaydi. O'zbekistondan, Namangandan usta yigitlar chiqib, qalıbındagi Qirg'izistonga olib kelib, mana shunday Rim turkuklerin quyib berib жатат. Qalasangizlar bunday 2 qavatli quydursangizlardagi bo'ladi. O'rtasındagi monolitini cheyin quyib qurib bermoqchi. Andan sirtqari mana unday uylardan kireverishine, anan birinchi qavatdan ikkinchi qavatga je birden podvalga tusha turgan qadimki betondan quyilgan qo'z tepkichlerdi dagı uşul ele komandaga quydursangizlar bo'ladi. Anın başında Dilşat degen agabız turat. Былтыркы мурдагы жылдардагы ошо тепкич куйган Dilşat agabызды bir neçe iret көрсөттүк эле. Bir эле тепкичтерди гана куя бербестен эми Рим түркүгүн дагы бизге алып келди. Үйүңүздүн алдына, башка bir коммерциялык чоң имаратыңыздын алдына ушундай Рим түркүгүн бетондон, ичине арматураларды салып, бетондон зыңкытып курдурсаңыз, кандай гана сонун көрүнөт экен, Анда көңүл буруңуздар, мен эфирге Dilşat мырзаны чакырайын. Ал азыр Өзбекстандан, Намангандан Кыргызстанга өтүп келди. Командасы да ушул жерде азыр ишке даяр турган чагы. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Кол чабуулар менен тосуп алыңыз. Атакул, жакшымысыз? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Кудайга шүкүр, рахмат. Иштеп атасыз? Иштеп жатырмыз шейде. Наманган тынчпы? Тынч, Кудайга шүкүр. Туугандар хаммасы туруптуму? Хаммасы турупту, жакшы. Жакшы. Өзүңүз жакшымысыз? Кудайга шүкүр. Бул дарек Оштогу Карасу районуна караштуу Мамажан айылында бир агабыздын үйүнө келдик. Азыр ушул үйдү мына куйган экен, кире беришини. Ушул тууралуу Dilşat мырза айтып берсеңиз. Качан баштап куйдуңуз эле, канча күндө бүттү, булардын кызмат акысы кандай болот, бүт баарын айтып бериңиз, Кана келиңиз. Бисмилла, баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим. Буну Рим üstünlerini metreye kuyuladi. Metrge. Metrege. Astından başlap misal mına 1 metr. Astıdan başlap 1 metrege misal 4 misyondan agar o ko'proq bo'lsa ob'yom, misol ustumun soni ko'proq bo'lsa, ozolatib beramiz. Agar bitta ikkita quyiladigan bo'lsa, 4 misyondan quyib beramiz. Balkonni kvadratiga quyiladi, o'sha monolit narxida. Monolit narxida quyiladi. Monolit hech bir bo'layotgan bo'lsa, shu yerda o'sha narxida quyib beraveramiz. Armaturalar to'qishishi o'sha narxning ichida. Ichida hammasi. Buni ham ichiga armatur solinadi. Har bir ustunga 3 tadan 4 tadan armatur tashlanadi. İçine? İçine. Qanchalik armaturalar solinadi? 12'lik. 12'lik armaturalar solinadi. Armatur solinadi. Buni ham karkas qilib to'qishda turadi. Karkas qilib to'qib. Bir-birlariga baylab boylab turib, tashab qo'yiladi, betonni quyiladi, bitadi bu. Bunun diametri qancha misollar? Buni ichki jeri diametri qancha? 300lik. 300 deydi, mana 30 deydi, 30 deydi, 300. 30 santimetrdan, diametri. Betondan quyilgan, zinq etib quyilgan tuğanlar. Bu hech nima bo'lmaydi betondan, ko'chib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Chem, tosh yopishtirgandan bu udobniy. Misol og'izdan ham tushadi undan asli. Misol ba'zilar buni to'g'ri kolonni quydiradi-da, tekis. Unga nima krementdan tosh yopishtiradi-da. U tosh ko'chadi. Bu ko'chmaydi, hech nima bo'lmaydi, turaveradi bu. O'zi. Bitta narsa bilan ursangiz ham ko'chib ketib qolmaydi. Bitta narsa tegib ketsa ham ko'chib ketib qolmaydi. Buni tevasdan krementdan sepib qo'yiladi. Yo'qolsa xohlagan odam endi bunga kraska qilib bo'lmaydi, chunki buni shpakilovka qilib chiqish kerak, yo'qolsa kraska bo'lmaydi. Yaxshi travertin chiroyli chiqadi. Travertin yaxshi chiqadi. Xohlagan rangda travertin sepib qo'yaveradi bunga. Buni osti jog'i ekan-a bu? Buni osti bu eng tagi mana shu. Eng osti jog'i. O üstündagi guldori. Ustida gullar. Eng tevasi bu. Bayırqi tarixda olib qaray turgan bo'lsak, bayırqi Rimdagi Rim turkugining guldori go, gul o'sha. Va kinodan ko'rchilik gladiatorlar. O'sha, xuddi o'sha. O'sha guldor ekan-a? O'sha gullar. O'sha Rimdagi, o'sha исторический o'sha Rimdagi mana shunaqa turkularning o'sha gullari bir xil o'sha bilan. Ana buna bu ichkerikisi. Yarım bo'lib turgan bu, yarım quyilib tur, buni yarim quymasa, chunki butun quysangiz buni xunik ko'rinadi. Mana chiqib ketib qoladi, joy kichikilashib qoladi. Bunda ham mana prosta buni quymasa ham bo'ladi. Mana tevadagi monolitga nas turtki bo'ladi-da bu, ushlaydi, yaxshi ushlaydi monolitni.
Yaxshi qarmab turadi. Ha, yaxshi qarmab turadi. Monolitning narx chekasida turkuk bo'lib turadi. Ham chiroyli chiqadi. Bu yerda kiraverish Qatar eko. Hozir ham birinchi mana bu turkukni quyib oldingizda, to'g'ri? Turg'izib oldingiz. Turkuk quyib oldim. Anan üstüne Monolit. apalovka to'qidingiz. Ana monolit quydingiz. To'g'ri? Andan keyin anan ikkinchi etajni quydik. Üstüne? Ha, bu qotganda monolit qotgandan keyin usti etajni quydik. Qancha kunda quydigizlar shular? Xo'p, buni biz sal sovuqroq edi. Bir haftacha quydik-da bu mana shu pastini. Bir haftada quyib bitirdingizlar. Tepkichindan sizlar quydingizmi? Ha, tepkichi ham biz quydik. Bir otola. Bir otola. Biroq yaxshi chiqibdi-da, keyin ha, 2-3 tepkich bilan chiqib ketadi. Hozir bu yerga yana bitta tepki tushadi oxiriga. Mana uni nasasi bilan diametri bilan bir xilda bo'lib, unda chiqarib qo'yiladi. Bu ham keyin. Va styajga, brushatka qarashotdan quyiladi. O'sha rashotini olib, zaspkasi bilan. Üstü jag'i ne bo'ladi? Naraqa seysmopoiz regil qo'yibsiz-ku. Ha. Endi usti yog'i bilan tom ochiladi. Tomni ochib turib, tomni ham arka qilib yopiladi. Polnosda mana shu balkonni polni yopiladi. Как крыша qilib bu tomga. Çatırı, üstü jag'i biraz o'zgaradi ekan-da. Ha, o'zgaradi. Zato üstünde ikinci etajda balkon bo'lib qoldi. Balkon bo'ldi-da, balkon bo'lib qoldi. Negizi yaxshi narsa ekan, hurmatli mekandoshlar. Buni yana bir narsasi bor. Buni ehtiyot, misol naves qiladi holda bo'ladi-ku, uzun naves qiladi holda bo'ladi. Misol tazur restoranlar qurilyapti, to'yxonalar qurilyapti. O'shaga zo'r aytadi xonnasi. Naveslarga quysa ham tashqarida turadi. Ko'zga ko'rinib turadi xonnasi. Chiroyli chiqadi naves. Ha, mo'shni ushlaydi. Navesga misol qotariga misol nechta tushadigan bo'lsa, tevasiga polni regil quyib chiqib, o'sha tevasiga yopaveradi. Ha, o'sha g'ala uzunidan profilni jaqtirib turib, anan fermani to'qiyveradi. To'qiyveradi. To'g'ri aytdingiz. Bo'lmasa biz hozir naveslardan turkugun burada az biz turba qo'ldanchalar. Hozir profillar qo'ldanib qoldi-da. Biroq ag'a solishtirmali, buni qo'z chiqadi. Qo'z chiqadi. Biroq naveska. O'ta yaxshi chiqadi bu. Yaxshi chiqadi. Sonu chiqadi ekan. Sonu. Buna negizi to'g'anlar ko'p uchurda az biz turba qo'ldanib turganmiz. Bunun orduna içine armaturan salib turib betonni quyib qo'yib. Je bo'lsa qadimki temir profil qo'ldanib turganmiz, bo'lmasa jig'ach qo'ldanib turganmiz. To'g'ri? Je apalovkani 4-3 qilib to'qib turib, içine armaturan to'qib, karkasni to'qib, banan beton quyib turganmiz. Shuni nela 4-3 qadimki tumba chiqchi, to'g'ri? To'g'ri. Ag'a eng yaxshi alternativa ushul variant chiqdi to'g'anlar. Bizga Qirg'izistonga keldi, endi quydiravarsangizlar bo'ladi. Bahasi metri, pagonniy metri 4000 so'mdan boshlanadi ekan, to'g'ri? Boshlanadi, ha. 4000 so'm. Ob'yom ko'p bo'lsa, ozolatib beriladi. Misol ba'zi joyda misol 10 ta tugib qolishi mumkin, naveslarni qildirish mumkin. Unga qarab biz ozolatib beraveramiz. Arzonlatib beraverasiz. Endi bir joyda 4000 so'm deb turib olmaymiz, misol ba'zi joylarda 2 ta, 3 ta, 4 taga chaqirishi mumkin. O'shanda 4000 so'mdan quyib beramiz uni. O'zi. Misol biz ham yo'l kiramiz bo'ladi, bo'shqamiz bo'ladi, o'shalarga chiqib ketadi. Agar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ob'yom ozolatib o'zimiz kelishtirib qilib beramiz. Tushib beraverasiz. Ha, tushib beraveramiz. Mashallah. Materialni olib beradi. Material bunga misol atsep, sement, armatura bersa bo'ldi. O'zimizda qolipi bor-ku buni. Negizi uylardan shunday kiraverishinde ne qilsak ekan deb ko'pincha bosh qatirasizlar. Mana eng yaxshi variant chiqdi-da. Rim turkugi quydirib qo'ysangizlar, va tarixdan uylarida bunday sonun variant bo'ladi-da. Ko'rinishidagi qo'z yaxshi bo'ladi to'g'ri. Endi juringizlar, ichkariga tepkich quyib tur. Tepkichindagi biz sizlarga ko'rsatib qo'yaylik. Dilshod mirzo, mana bu tepkichni вообще keltiribsiz-ku, Tepkich qila xolasa, qo'ldan kelganicha. Maşallah. Buni qarangizlar. Harakat qilib qildik-da. Bu qalinligi qanchalik? Buni qalinligi 15 ga 30 bo'ladi. Bunaqasi 15 bo'ladi, bunaqasi 30 bo'ladi. Standart. Ha, lessistani misol formasiga qarab tushavermaydi asli. Standart tushavermaydi bu joyga ham. Lessistaga joy standart tashalgan bo'lsa, o'sha standart lessista tushadi. Agar joy kichikroq bo'ladigan bo'lsa, razmeri har xil bo'lishi mumkin. Mana 17-20 gacha chiqishi mumkin dalamda. Bo'lishi mumkin, nega? Mana 27 bo'lishi mumkin, 28 bo'lishi mumkin bu yog'i. Endi joyga qarab tushaveradi, tushiraveramiz liboy turini. Liboy turini. Xudo xolasa. Bu lemni mana asti jag'a xatayn padushkani qo'yib, bunda kelib bu yoqqa pavorot oldirib turganlar, qarangizlar. Perilar ushul yerdan boshlanadi-mi? Jemino yerdan boshlanadi. Bu yerdan boshlanadi. Bu yerdan boshlanadi. Bu yerdan boshlasa ham bo'ladi. Bu yerdan boshlasa ham bo'ladi. Birinchi tepkichga butni qo'yib, ana sekinchi ketaverasiz. Ildiy jag'i birinchi tepkich bu endu. Qarangizlar, uzun.
Andan keyin kичirейип ketken. Mınal jagı mında tüp düz emes. Kelip mınal Avalniy jerden karаңыздар. Avalniy bolup ketken. Gördüңүздөр muna? Muna astынан карасаңыздар да болот. Бул жер мына avalniy болуп, анан экинчи кабатка монолитке барып кошулган да. Сонун болуптур. Анан асты дагы тегиз эмес, асты дагы тепкич. Азыр эми ушул нерсе мына кооз көрүнүп калды да. Туурабы? Любой форманы куя бересиз да. Любой форманы Сиз эми куябыз. жасаган ишиңизди былтыр эле тартып жүрдүк. Xudo xolisa liboyni quyamiz. Liboy joyga tushirib beramiz lensistani. Faqat razmeriga qarab, misol standart tushmasligi mumkin-da. Liboy joyga misol bitta standartdagi lensista tushmaydi. Misol joy katta kichik bo'lib qoladi. O'shanga qarab qilib beraveramiz. Qilib beraveramiz. Bahası qanchadan? Bahosi bu lensistamizda 13 mingdan 15 ming so'mgacha metri. 13 mingdan 15 minggacha. 15 minggacha. Ya'ni high-tech lensistalar bo'ladi. High-tech lensisangiz qanday lensis? High-tech qanday desam bo'ladi? High-tech quriladi-yu, high-tech. Misol отдельно bo'ladi stupenkalari. Stupenkalari отдельно bo'ladi, orasi ochiq bo'ladi. Orasi ochiq bo'ladi, buni ochiq bo'ladi, ha. Ular ham bor, ularni qilamiz. Agar Unda qo'yaverasizmi? Ha, uni ham qo'yaveramiz. Uni 20 mingdan 30 minggacha qo'yamiz. Biyikligini, ha, metrini. U qiyinroq bo'ladi bunga qaraganda ancha. Uni ham qo'yaveramiz high-techga. Yaxshi. Yaxshi. Demek minimali bahası tepkiç kuyuştun. Minimali bahası kaça 13 mingdan 15 minggacha. 13 mingdan 15 mingga çeyin. Qo'yamiz. Vay jönököylüğüne, tataldığına, formasına jaraşa olur. Jaraşa. Biyiktigi esepterinler. Biyiktigi. Mınavul uzunluğu kança olsa bolsun. Yok biyiktigi mınavul yerden esepterinler. Uşul yerden poldan tik abul yerge çeyin kança? 2,5-3 metre. 3 metr. 3 metr. Aslında 3 metrda standart 3 metr bo'ladi ikkinchi etajga. 3 metr bolsa uşunu 13 mingden eseptep koyup koyuңuzlar. Je 15 mingden eseptesеңizdер uşunda 45 ming so'm. To'g'ri? To'g'ri. Tepkich. Bu ham armatura ketdi da. Armatura ketadi bunga. Armatura polni karkas qilib to'qib chiqiladi bunga. Mashina. Ana bundayga duvalga da saygan. Duvalga ikkitadan каждый shakka. Har birini ikkidan sayılgan. Bunda ikkidan armatura ketdi. Armatura ketadi bunda ikkidan. Har birinde. Har biriga ikkitadan. Manaqasiga dal shu orasi 10 santimetrdan tushib keladi. Har bir 10 santimetrda uzunundan ketgan. Uzunundan. Polni seli tushib keladi mana shu podushkagacha. Yaxshi, tug'andar. Anda men bul chiqarilishni jiyintiqdayım. Dilshod Mirzaga rozichilik bildiramiz. Bul o'zi Namanganlik yigit. Былтыр murda жылдагы biz daim xizmatdashib turdik. Bularning jasagan ishlarini sizlarga bir necha ret tartib ko'rsatib turdik. Men, jana bizning xabarchilar üstünden bir opurtaldı bir jalıp tele bolgon jok. Kudayga şükür, bunday жақсы эле иштеп келди. Эми мындан ары дагы ушундай темпте элдин ишеничин актап кызматты кыла бересиз деген ишеничтемин. Xudo xolasa. Aka. Qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Oo. Endi ba'zi joylarda to'g'risini aytsam, ish hammaning aybi bo'ladi-da. Aybsiz odam yo'q. Bitta ikkita ayb chiqib qoladi. Lekin chiqib qolsa, misol uy egasiga yoqmay qolsa, agar buzib tasha desa, buzib tasha biz boshqachalar qilib beraveramiz. Biz o'zimiz yanimizdan qilib hammasini. Desichi, mavoda yoqmadi desa, lekin o'zi aytgandek, misol mana shunaqa qilib ber desa, qilib beramiz. Lekin biz o'zimiz misol aytishimiz ham mumkin. Mana shunaqa formada tushadi mana joyingizga. O'zimiz misol chizib, ko'rsatib, misol qanaqa joy bo'lsa, o'shaga yarashasini biz chizib ko'rsata olamiz-da. Ba'zi joyda yo'q deydi, uy egasi men xohlaganda qilib ber deydi. Keyin qilib bersangiz yoqmay qoladi uy egasiga. O'zi aytgani. Keyin uni agar yoqmay qolsa, uni buzadigan bo'lsak, biz unga narsa qilmaymiz, haq olamiz unga ham. Buzganimizga ham, qayta qilib berganimizga ham. Endi buzgandan Xudoy saqlasin. Xudoy saqlasin. Jasagan ishingiz elga yoqsin. Yoqsin. O'shanga misol bizdan aytamiz, biz chizib ko'rsatib beramiz-da. Endi biz buni qilib yurganmiz, bilamiz, qanaqa lesinsa shuni. Misol endi uy egasi bilmaydi-ku. Endi lesinsa bu lesinsa yaqinda kirib keldi Qirg'izistonga. Misol biz u 2 yildan beri quyib o'tasiz-da qisqasi. 3 yil, 3-yil bu yil. Menda uyimni qilib berganmiz. Dilshod akaning baldarini aparib quydirtdim, o'zi borib boshida turib quyib berdi. Rahmat aytam. Эми туугандар биз экранга телефон номерларын жазып койдук. Бул өзү Намангандык жигит, командасы да ушу Намангандан келип ушу жерде жатып иштеп, тепкич болсо тепкич, рим түркү болсо рим түркүгүнү куюп берет. Кыскасы кызматыңыздарда. Алла халаса. Сиз ошто жүрө берип, оштук эле болуп калдыңыз, а? Endi shunaqa bo'ldi, o'shlig'ib ketdik. Oshdan bir qatnab olmadingiz? Yo'q, endi. Kelib ketib turasiz. Kelib ketib turamiz endi. Ha, mashallah. Yaxshi.
Tinch bo'lin. Rahmat. Amansızlıkla görüşürüz. Tuğanlar, tinch bolingizlar, uyingizlardan tepkichigi dagı qo'z bo'lsin. Kiraverişi dagı Rim türküklerinden kuydursangizlar, alda qo'z bo'lsin. Uyingizlar, xon saroyingizlar zo'r bo'lsin. Dilshod aka, boshqa so'z yo'q, ha? Yo'q, boshqa so'z yo'q. Bu yoqda uyning nesi var aytganda, uyning nesi o'sha yerda turdilar. Bir 6 kishining dagı o'y fikrini so'rab bilaylik, kelingizlar. Bu yoqda uyning nesi bir oqsoqol ovoz yuradi, ha? Chaqiraman, ha. Ya, Qayaqda жүрөт. Kelingizlarchi tuğanlar. Mına uyning nesinden dagı fikrini bilaylik. Tog'a qalla tog'a. Yaqinlari. Kelingizlar, qandaysiz? Mına uy sizniki da. Nagileyle kirip tartib tashladik. Bo'laveradi. Men sog'ingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Charchabay jurasizmi? Yaxshi, yaxshi. Men atim Ataqul. Tanim. Uyni quribsizlar, ha? Endi ichki remontlarni boshlaydi o'xshaysizlar. Xudo xolasa. Xudo xolasa shu vaqtlarini qildiramiz. Mana shu Dilshod degan bolani ishga ayoy jag'ib, ana Kelingizlar chaqirtib, telefon orqali chaqirtib turib, anan usul ishlar jasatdim, ayoy yaxshi chiqdi. Qo'ldan ayoy son ishlar keladi ekan. Endi usul bunun üstünü yapqandan keyin Xudo xolasa mana kelishib turib, mana varatani da qildirsammi degan bir o'y getirdi. O'ylar bor. O'ylar bor, Xudo xolasa. Ishi jaqdimi qisqa? Ish ayoy jaqdi. Xudo xolasa. Yaxshi. Ishi jaqqan ele bo'lsa bo'ldi. Sizga igil qalaymi? Atingiz kim? Talay. Talay. Yaxshi. Rahmat. Uyingiz bütün ulaymış shu yerda to'ylar ko'p bo'lsin-da. Rahmat. Maşallah. Tuğanlar, jiyintiqdayız. Ekranda nomerlarga çalıp aylanışыңızlar.